Muhtaram prezidentimiz Yunusobod tumaniga tashrif buyurdilar. Bu tashriflardan Yunusobod aholisi juda ham minnatdor. Kayfiyatimiz ko'tarildi, ruhimiz ko'tarildi. Chunki yurtboshimiz qayerga borsalar, o'sha jabhada, o'sha hududda katta bir o'zgarishlar, iqtisodiy yutuqlar va barcha aholi uchun kerakli bo'lgan yechilmagan muammolarni yechib, hududni kelajagi uchun katta bir sarmoya, rejalar, tashabbuslari bilan u hududni yanada kengayishiga, yanada yuqori yutuqlarga erishishda katta bir hissalarni qo'shib ketadi. Toshkent shahrida 2030-yilga kelib 3,5 milliondan ko'p aholi joylashar ekan. Shundan kelib chiqqan holatda prezidentimiz mana shu aholi uchun kelajakda barcha imkoniyatlarni yaratish, u aholiga turar joylarni, ularning farzandlari uchun 2030-yilga qadar yana umumta'lim maktab binolari va maktabgacha ta'lim muassasalari qurilishini vazifa qilib topshirdilar. Bu albatta kengayib borayotgan Toshkent shahrining aholisiga juda ham ayni muddao bo'ladi. Yunusobod tumaniga kelib texnoparkda juda katta ish o'rni yaratish imkoni mumkinligi haqida va ishsiz bo'lgan aholini ish bilan band qilishda katta imkoniyatlar borligi haqida ham qayd qilib o'tdilar. 2026-yili hurmatli prezidentimiz Toshkent shahrida jadal rivojlanish va aholi daromadlarini o'sishi yili deb e'lon qildilar. Bu albatta har bitta inson uchun, men ham o'zim nuroniy, men uchun juda ham faxrli bo'ldi. Chunki jadal rivojlansak, aholi daromadlari oshsa, baribir har bitta oilani ichida tinchlik bo'ladi. Albatta u oila o'sha yashayotgan hududiga o'z xayrli ishlari bilan hissasini qo'shadi. Hurmatli prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining poytaxti to'g'risidagi qonunni taklif qildilar. Bu qonun qabul qilinsa, Toshkent shahri Driver shaharga aylanadi.